Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 10 fevral kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.320 so'm 34 tiyin bo'lib 17 so'm 18 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 14.614 so'm 39 tiyin bo'lib 160 so'm 50 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 36 tiyin bo'lib 40 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 24 so'm 93 tiyin bo'lib 8 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.